Demak, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Burxon Behruz kanali, ya'ni Behruzcraft kanali. Demak, bugun men sizlarga Telegram bot yaratishni o'rgataman. Mana masalan, mening Telegram botimning anaqasi menga chiqmayapti. IT dasturlash degan men bot yaratganman. Mana masalan, bu yerda startga bossam, mana bunday narsa chiqaradi. Mana start. Salom yosh dasturchi, xush kelibsan. Eslatma, faqat dasturlash va kodingni tekshirishimiz mumkin. Iltimos, boshqacha talabga javob bermaydigan savollar bilan bezovta qilmang. Savolingiz faqat 24 soat ichida tekshiriladi. Demak, rostdan ham shunday. Demak, mana masalan H2 kodi nima deb yozamiz. Bu baribir javob beryapti nimaga? Endi mana shunday bizda agar bizga shunday savol bersa, men mana bunday live chat degan joyga kiraman. Va mana bu yerda agar Wi-Fi ishlayotgan bo'lsa, ishlayapti. Nimagadir anaqa bo'lib qoldi. Qarorchi, live chat orqali uning yozgan xabarlarini o'qib bemalol anaqa qilsam bo'ladi va mana bu yerda javob qaytaraman men. Salom, mana shunaqa qilsam bo'ladi. Demak, mana shu IT dasturlash anaqasi kommentariya va описаниеda bo'ladi. Albatta, o'tib o'zingizning savollaringizni bersangiz bo'ladi. Albatta, IT dasturlash. Demak, yozayotganda noto'g'ri harflarga anaqa qilmang. Yoki IT dasturlash desangiz, mana bunday IT dasturlash degan anaqa chiqib keladi. Anaqasiga e'tibor bering. Mana bunday IT dasturlash. Mana bu yerda sizlarga описание qoldirib ketaman. Agar kirsangiz bemalol mana bunday anaqa qoldirib ketaman. Xohlasangiz o'zingiz Telegramga yozsangiz bo'ladi. Albatta, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz anaqada 8 ta bo'lmoqchimiz. Demak, videoni ko'rganingiz uchun rahmat.